Hurmatli do'stlar, mana keyingi videorolikimiz boshlandi. Hozirgi vaqtda botni yasab, lishniy kabinetga kirganimizdan keyin bu kategoriyalar bilan sizni hozir tanishtiramiz. Hozirgi vaqtda birinchi o'rinda nastroykani bosamiz. Nastroyka degan joyda sizda lishniy ma'lumotlaringiz turadi. Bu yerda siz hozirgi vaqtda через Google, через Yandex, через Gmail, parol, pochtalar orqali ham kirishingiz mumkin. Keyin bu yerda sizda lishniy mana ID nomerlaringiz, nomer telefonlaringiz, qancha balansingiz, shu yerda pul borligi, keyin parollarni siz qayta o'zgartirishingiz mumkinligi mazmunlari bor. Hozirgi vaqtda biz mana panel instrumentga qaytamiz. Panel instrumentda bu счетчикlar joylashgan. Bu счетчикlar hozirgi vaqtda siz nechta bot yasaganligingiz, sizda nechta botingiz aktivda turganligi, balansingizdagi to'lagan summalaringiz, dohod har oyda yoki bir kunda qancha sizda botingiz foyda topganligi, keyin bu yerda платежный sistemasi, bu yerda состояние bota. Endi bot yasashimiz uchun mana moyi boti degan joyga kiramiz. Moyi boti degan joyga kirganimizda sozdать botni bosamiz. Sozdать botni bosganimizda keyingi mana sozdать stranitsasi ochildi. Sozdать stranitsasi ochilgandan keyin mana bu joyda 4 ta tugmani ko'rasiz. 4 ta tugma. Bu birinchisi qo'lda bot yasaydigan приложение. Bu yerda kafe, restoranlar yasaydigan bot приложениесі, bu yerda magazin yasaydigan bot приложениесі, bu yerda otellar yasaydigan bot приложениесі. Hozirgi vaqtda biz agarda siz bilan bot yasamoqchi bo'lsak, например, magazinnikini biz yana Telegramga qaytishimiz kerak. Telegramga qaytamiz. Telegramga qaytgan vaqtimizda biz hozirgi vaqtda mana bot fazil degan yozuvni yozamiz. Mana bot fazil chiqib keldi. Bot fazilni ochamiz. Keyin bu yerga start deb yozamiz. Startni bosdik. Mana yangi bot yasashni boshladik. Ne bot degan joyni bosamiz. Keyin botda biz hozirgi vaqtda botimizni shablonini, imyasini, ismini yozamiz. Например, hozirgi vaqtda biz butik X11 deymiz. Buni sirasi nusxasini olamizda, keyin buni jo'natamiz. Mana keyin botni yuridik adresi degan narsalari bor. O'shani yozing deyapti. Mana butik X11 pastga chiziqcha bot deb yozasiz. Keyin buni jo'natamiz. Jo'natgan vaqtimizda bot fazil bizga mana token berdi. Biz tokenni hozirgi vaqtda kopiyasini olamiz. Keyin bot magazinga kiramiz. Bot magazinga kirganimizda bu yerda video obzor turadi. Qanday qilib bot yasalish haqida. Agar ko'raman desangiz ko'rib olishingiz mumkin. Keyin mana bot tokenni ochamiz. Mana bot tokenga bu qo'ygan nusxamizni, olgan nusxamizni qo'yamiz. Keyin yana bitta narsani sizga aytib o'tishim kerak. Agar hozir biz bu yerda proverka tokenni bosadigan bo'lsak tugmasini, bizning konstruktor botimiz sizga srazu 3 ta instrument beradi. Birinchisi bot Telegram beradi. İkincisi приложение beradi reklama qilishingiz uchun. Uchinchisi bizning konstruktor botimizda lishniy stranitsa, приложениyaning ma'lumotlarini o'zgartirish, kontrol qilish sharoiti beriladi. Mana hozirgi vaqtda biz tugmani bosadigan bo'lsak, 1 minutga yetmasdan srazu sizga botni yasab beradi. Mana bot yasalish boshlandi. Mana endi bot yasab bo'ldi. Hozirgi vaqtda перейти к botu deymiz. Bu Telegramni ochadi. Mana Telegram botni ochdi. Mana ko'rdingiz. Butik X11 start bosamiz. Mana biz
Butik X11 botimizni to'liq ishlaydigan hamma tugmalari tayyor. Hamma narsasi o'sha turibdi tayyor. Endi biz hozirgi vaqtda konstruktor bot saytimizni lичный kabinetiga kirishimiz uchun mana admin panelga kirishni bosamiz. Mana admin panelga kirdi. Admin panelga kirgan vaqtida lичный kabinet sizga ochildi. Lичный kabinet ochganimizdan keyin bu yerda siz mana bu tugmalar haqida ma'lumotlarni ko'rdingiz. Mana endi bu yerga hozirgi vaqtda o'sha tugmalarga rasmlar, ma'lumotlar hammasini joylashimiz kerak. Shunaqa aytganimizdek, bu yerda tilni har xil o'zgarishlari ham bor, mana ko'ryapsiz. Qaysi til sizga qulay bo'lsa, shu bilan foydalanishingiz mumkin. Hozirgi vaqtda birinchi o'rinda mana biz dizayn saytga kiramiz. Bu yerda 4 xil dizayn yaratilgan. Bizga ikkinchi dizayn yoqadi, допустим. Keyin настройкani ochamiz. Bu yerga siz bilan biz hozirgi vaqtda magazinda shu yerga rasmini qo'yamiz. Bu yerga magazinda nomini yozamiz. Magazinda nomini yozamiz. Ro'yxatdan o'tgan telefonimizni qo'yamiz. Bu yerga Toshkent yozamiz. Bu yerga minimalniy summa zakazi, eng kam zakaz. Bu yerga dostavщикlarning xizmat haqlari bitta zakaz uchun. Bu yerga minimalniy zakaz, например, 25 ming. Yana bitta narsani aytib o'taman. Bu tugmamiz shuni yoqgan vaqtimizda dostavщиklarimizga necha kilometr oraligida zakaz kelishi mumkinligini kilometrini belgilaymiz. Например, 15 kilometr yoki 20 kilometr. Men sizga maslahat beraman, buni maksimalni 10 kilometrga qo'yganingiz yaxshi. Keyin buni saqlab qo'yamiz. Mana saqlandi, ko'rib turibsiz. Ochilgan korxonangizda ishlash vaqti, bu yerga vaqtini belgilaganingizdan keyin saqlaniyat qilib qo'yamiz, saqlaymiz. Keyin bu yerda platejniy sistemamiz bor, mana Paynet, Paynet. Bu sistemalarga ulanganingizdan keyin bu knopkalar yoqiladi. Zakazi degan joyga kiradigan bo'lsak, mijozimiz приложение orqali zakaz bergandan keyin zakazlarning hammasi shu yerda ko'rinadi. Bu sistemalar bilan do'koningizdagi xodimingiz ishlaydi. Kontakt degan joyda sizni mijozlaringizning kontaktlari, foydalanayotgan приложениyadan foydalanayotgan odamlarning kontaktlari bo'ladi. Kategoriya degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerga yaratilgan kategoriya, например, nomi, kostyum, допустим. Keyin bu yerga bir kostyumning rasmini qo'yamiz. Keyin buni saqlab qo'yamiz. Mana birinchi kategoriya foyda bo'ldi. Keyin tovar degan joyga kirganimizda bu ham, например, nomi kostyum. O'sha kostyumni belgiladik. Bu yerga Turkiya deb yozib qo'yamiz. Turkiyaning kostyumi, например. Bu yerga narxini yozib qo'yamiz. Bu yerga avvalgi bo'lgan narx qancha bo'lgan, agar bor bo'lsa, keyin nechta dona olib kelgansiz. Bu yerga rasm qo'yamiz. Mana hozirgi vaqtda shu kostyumning rasmi. Keyin saqlab qo'yamiz. Saqlab qo'ydik. Hurmatli do'stlar, mana hozirgi vaqtda приложениямizda reklamniy marketing blokini tayyorlaymiz. Новый bannerga bosamiz. Bu yerga butikni yozamiz. X11. Добро пожаловать deb yozamiz. Bu yerga reklamni blokni rasmini yoki videosini joylashimiz mumkin. Mana kategoriya bor, tovar bor, внешний ссылка bor. Внешний ссылкani qo'yadigan bo'lsak, keyin bu yerda saqlashimiz mumkin. Mana saqlab qo'yamiz. Mana banner saqlandi. Endi historiya degan joyimiz bor. Historiyani ham ochamiz. Historiyani ochganimizda
Butik X11 yozamiz. Keyin bu yerga ham istoriyani joylaymiz. Istoriyani joylaganimizdan keyin ссылкani внешнесini qo'yamiz. Keyin внешний ссылкani qo'ygandan keyin bu reklamani 12 soatda, 24 soat yoki 48 soatda bu o'zi muddati tamom bo'lgandan keyin o'zi o'chiradi. Mana saqlab qo'yamiz. Mana reklama ham tayyor bo'ldi. Endi buni ko'rishimiz uchun boshqa nomer telefondan приложениeni topib Butik X11 deb yozsak, mana shu adresni ko'rsatadigan bo'lsak, bizni приложениemizni ko'rsatadi. Bu haqida videorolikni biz keyingi videorolikda ko'rsatib tushuntirib beramiz. Rahmat.